Assalomu alaykum kanalimiz a'zolar. Bugun yangicha 8 kilolik chiqdi. Mana sirazi chiqishi bilan videoga olib qo'yapmiz. Yo'llar bilan ko'rsatamiz mana. 4,5 ga 12 diametrli balonlarda, shtampovniy bortlarda bo'ldi. Orqalari tushadi, odam o'tirsa bo'ladi. Komplet vitrey oynalari bor. Magnitofonlari bor. Telefon podstavkalari. Kaska, jiletka otrezatelli, zaryadchik, bokovoy poliklari bilan suv quygan joylari bor. Faralari 5 ta bo'ladi. 2 ta ag'da, o'rtada bittasi. Borti kelgan bo'lsa, bort uzunligi 1.70 bo'ladi, eniga 1.30 bo'ladi. Yangichasidan chiqdi. Ko'rishlarim, porti ham chuqurligi chuqur. Akkumulyator kelgan bo'lsa, akkumulyatorlar 70 amperdan 6 ta bo'ladi. Hozir ochib ko'rsatamiz. Motori kelgan bo'lsa, motori 1,5 ming vatli. Resorlar ustida prujunkalar bo'ladi. Amortizatorlar bo'ladi. Mana akkumulyatorlari 70 amperdan yangi. Hozir yig'ib sira chiqarildi. Bemalol tushunmagan joylarga telefon qilsanglar ma'lumotlarni beramiz. Hop, narxi kelgan bo'lsa, narxi $1000. Shu vodiychi dastavkasi olib orttirib beraveramiz. Qolgan o'tlar kelishgan holatda telefon qila olasizlar. Yana telefon qilsanglar tushunmagan joylarni tushuntirib gaplashaveramiz. Rahmat.